Xitoy davlatida Li 9 avtomashinasi trendda bo'lsa, O'zbekistonda Li 9 darvozasi trendda. Agarda pulingiz bo'lsa, mana shu darvozani olgan bo'larmidingiz yoki Li 9 avtomashinasini olgan bo'larmidingiz? Bu darvozamiz hozirgi paytda trendda turgan fasollardan bittasi, razmeri 3.90 ga 3.5. Bu darvozamizni har bitta detallarini, profillardan tortib, listlarini, hattoki mana bu nержавейкасini ham sifatli qilib ishlashgan. Bu darvozamizga 5 yildan 10 yilgacha kafolati bor. Eng muhimi, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi, o'lchab kelish, o'rnatib berish mutlaqo bepul. Yana bu darvozamizni kraskasi, laklari toza. Xullas akalar, bu darvozamiz eng full varianti bo'lgan. Shumi ham yo'q. Bemalol darvozani o'rnatsangiz, hattoki o'q o'tmaydi. Tashqaridagi shovqinni eshitmaysiz, issiq sovuq o'tkazmaydi. Bu darvozamiz ochiq joyda bo'lsa ham kafolatini berishadi. Akalar, xullas bu darvozani o'rnatsangiz,